uzoq bir oyda biz sotuv bo'yicha o'qitib o'rgatib olib chiqamiz noldan. U yog'iga u kasb bir umrlik kasb. $1000 topasan, $10,000 topasan, undan ham ko'pini topasan. Eng katta orzuyimiz yaxshi hayot yashash bo'lganda, sotuv bo'yicha menejer har qanaqangi kasbda, har qanaqangi joyda ishlash mumkin. Nimaga traktorist bo'lasan desa, traktorimga o'tirib maktab buz tashiyman degan ekanda. Maktab bitirdinglar, hamma kimda bitta o'rtamiz bor. Men jenter olmoqchiman. Siz o'qidingiz, o'rgandingiz, harakat qildingiz, matingiz oldingiz. U hali ham yuribdi, men jenter olmoqchiman. Siz uylandingiz, matingizni sotib jenter qildingiz yoki Cobalt qildingiz, u hali ham yuribdi, jenter olmoqchiman. İşonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril, yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan, dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha, borim tutganman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Xudoyor Babayev. 93-yilgiman. Qozog'istonda tug'ilib o'sganman. Shu yerda to'xtalib o'tib ketish kerak joyi. O'zbekman. 7 ota o'zbekmiz. Chunki Qozog'istonlikman desa ko'pchilik qozoq deb o'ylashadi. Yo'q, biz Qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklar. Men nima paydo bo'ldimi? Qozog'istondanman deganingizga. Yo'q. O'zbek tilida yaxshi gaplashyapsiz. Qozog'istonlik o'zbekmiz. 2019-yildan O'zbekistonga kelganman. Shundan beri O'zbekistonda yashab, ishlab kelyapmiz. Asli meditsina sohasini tugatganman, laboratoriya diagnostika. 7-sinfdan o'zi xirurg bo'laman deb orzu qilganman. Uni Xudoga shukr, doktor bo'lmasak ham minglab, millionlab insonlarning dardiga davo topishiga sababchi bo'lgan produktlarni sotishida, ishlab chiqarishida xizmat qilib kelyapmiz. Ular haqida endi keyinchalik o'tamiz menimcha. Zo'r, gap yo'q. Sotuv sohasiga sulchani kirib qolganman. Yaxshi hayot ilinjida yurgan paytda возможность bo'lib qolgan. Kim sababchi bo'lgan, qanday bu sotuv sohasiga, sotuv menejerlik, call center sohasiga kim va qachon, qanday holatda kirib qolgansiz? Amakimning o'g'li sababchi bo'lgan desam ham bo'ladi. Chunki ular men Qozog'istonda ishlab yurgan paytimda Qozog'istonga borishgan, bahonadan men ham ko'rishamiz deb ko'rishganmiz. Shu paytda gapdan gap chiqqan, akazisi ular O'zbekistonda shu bat sohasida call center ochmoqchi bo'lgan. Ularda muammo paydo bo'lgan. Ularga o'zbekcha gapira oladigan, qozoqcha tushunadigan odam kerak bo'lgan. Chunki ularning mutaxassislari qozoqcha gapiradigan bo'lgan, ruscha. O'zbekistonda u paytda rus tili dialekt rivojlanmagan, qozoqchani hech kim tushunmaydigan bo'lgan. Hozir o'sha paytga tushib qolgan. Joyiga kelib qolganman. Shu bilan menga birlagat qilishgan. Sekunda o'ylanmaganman. Все, boraman. Shunaqa kelib qolganmiz. Plus yoshligimdan o'zi nima deydi, oddiy oilaning farzandimiz, adam stроитель bo'lgan, paytda traktorist bo'lgan. Oyim uy bekasi bo'lgan. Eng katta orzuyimiz yaxshi hayot yashash bo'lganda, endi hayotda nimagadir erishish bo'lgan. O'z oyim aytib beradi, yoshlikdan misol uchun menga kim bo'lasan deb so'rasa, men boy bo'laman, millioner bo'laman deb yurar ekanman. Masjid quraman degan, shunaqa gapni ko'p gapirgan bo'lgan ekanman. Misol uchun ukamga kim bo'lasan desa, bandit bo'laman, traktorist bo'laman deb adamga o'xshab deb kulgan ekanda. Akamga nima bo'lasan san desa, men traktorist bo'laman derganda, akam. Nimaga traktorist bo'lasan desa, traktorimga o'tirib maktab buz tashiyman degan ekanda. Chunki akam yaxshi o'qimagan, alochi bo'lmagan demoqchiman. Ko'p gap eshitganmiz. Hozir endi akam qurilish sohasida ishlaydi, plus shofyorlik qiladi. Yaqinroq sohada ekan. Aytmoqchimanki, endi menimcha Alloh o'zi har bitta bandaga niyatiga qarab bersa kerak-da. Endi hozir boymiz, Xudoga shukr, alhamdulillah. Boymiz deganda endi pulimiz ko'p emas. Nima deydi? Bilimga boymiz deb o'ylayman. O'zimiz sohamizda Xudoga shukr. Dunyo qarashga egamiz, o'zimiz fikrimizga egamiz. Uch taraflama boymiz. Xudo xolasa inshaalloh ilmga ham boy bo'laylik. Yo'q, pulga boy bo'lish bir paslikda o'ylayman. Bo'laveradi. Endi bizni YouTube kanalni kuzatayotgan insonlarga murojaat sifatida gapirsam, nima uchun bizni kuzatishingiz kerak?
yoki nima uchun meni eshitish kerak. Nima uchun bu yerda o'tirib Da. manfaat oladi o'zi bu? Men dunyoda eng aqlli inson bo'lganim uchun yoki pulim ko'p bo'lgani uchun yoki men 10 tilni bilaman deb gapirganim uchun yoki men eng zo'rman deganim uchun kuzatish kerak emas. Hayotini o'zimizga o'xshagan shu oddiy oiladan chiqqan, hayotini o'zgartirishga bergan insonlar birinchidan kuzatsa bo'ladi. Ikkinchidan sotuvni o'rganmoqchi bo'lgan, sotuv sohasida yurgan, sotuv sohasida yurib bitta etapda qotib qolgan insonlar. Qolaversa sotuv sohasi bilan shug'ullanadigan biznes egalari kuzatishni tavsiya qilaman. Chunki men gapirgan gaplar, men kontentni topib chiqqan har bitta mavzular bu kitobdan yoki kimdandir olingan emas, o'zimni opitimdan kelib chiqqan gaplar. Ya'ni sinab ko'rgan, Da, shunaqa. Shuning uchun qisqa muddat ichida ko'p pul topgisi kelgan inson emas, qisqa muddat ichida millioner bo'lgisi kelgan inson emas, qisqa muddat ichida bir umrlik pul topa oladigan kasbni o'rganmoqchi bo'lgan insonlar kuzatishni tavsiya qilaman. Chunki uzoq bir oyda biz sotuv bo'yicha o'qitib, o'rgatib olib chiqamiz noldan. U yog'iga u kasb bir umrlik kasb. O'ziga qoladi. Da, gapni isboti sifatida masalan aytaylik, siz marketologsiz, mana. Siz aytaylik marketolog bo'lib ishlashingiz mumkin. Bilim sohasida, ya'ni media sohasida marketolog bo'lishingiz mumkin. Media sohasida marketolog bo'ldingiz degani siz quruvchi sohasida marketolog bo'la olmaysiz. Bo'lishingiz uchun boshqa yerda o'rganishingiz kerak. Yoki bat sohasida marketolog bo'lish uchun yana boshqa yerda o'rganib chiqishingiz kerak. Yoki buxgalter misol uchun. Faqat buxgalter kerak joyda ishlay oladi-da. Boshqa joy buxgalter kerak emas bo'lsa, u ish yo'q o'sha. Misol uchun. Yana nima misol uchun? Ya'ni juda ko'p kasblarda ограничение bor-da. Ma'lum bir joyda ishlashingiz mumkin. Lekin sotuv bo'yicha menejer har qanaqangi kasbda, har qanaqangi joyda ishlash mumkin. Ya'ni uy qurdingiz, nima qilish kerak? Sotish kerak. Mashina olib keldingiz salonga, nima qilish? Sotish kerak. Hozir aktual deyman, kurs ochyapti hamma. Kim kerak? Sotuvchi kerak. Apteka bormi? Sotuvchi kerak. Tarvuz ekdingiz, pishirib yetishtirdingiz, nima kerak? Pishib yetishtirdingiz, nima kerak? Sotish kerak. O'zi Xudo akamda, ya'ni biz o'qitgan, biz shunaqa kasb o'qitamizki, men shunaqa kasb o'qitaman. Ishsiz qolmaysiz. Endi mana bu aytish mumkin, ana tipa kurs sotayotganlarga o'xshab $1000 topasan, $10,000 topasan, undan ham ko'pini topasan. Faqat o'zingga bog'liq-da. Shu joyi bor-da. Ko'pchilik endi shu joyda murojaat qilib kelsam bo'lardi. Ayniqsa shu joylarda bemalol. Kurs sotayotganlar insonlar, ekspertlar, mutaxassislar, hech kimga adovatim yo'q. Faqat iltimoslardan kurs sotayotgan paytingizda, auditoriyaga tushuntirayotgan paytingizda kursingizni shu gapni ham qo'shinglar iltimoslardan. Hammasi o'zingga bog'liq degan gap qo'shinglar. Mana yaqinda o'zim Asror aka Iskandar kursini oldim 6 millionga. O'qimayapman-da hozir masalan. Tushunasizmi? Ha, sotib oldim, pulini berdim, oldim. Men o'qimayapman. Endi hozir men chiqib turib, Asror akam kurs foyda bermadi desam, to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi? Noto'g'ri bo'ladi. Lekin Asror aka aytgan, biz aytgan narsalarni to'liq o'rganib, amalda qo'llasanglar rezultat bo'ladi degan. Endi hozir amalda qo'llamayapman, rezultat bo'lmayapti misol uchun. Bu Asror akani ayb emas-ku. Lekin hamma ham Asror akaga o'xshab etmayapti-da. Misol uchun trading bo'yicha kurslar ko'p ko'ramiz. Bitirgandan 2000 topib yoki tam lishniy brend prodyuserlik bo'yicha kurslar hozir avjida. 2000 Ha. Yana nima? Dietolog ozish bo'yicha kurslar avjida. Misol ko'p kurs hozir hamma kurs sotuvchi bo'lib ketdi. Hammasini berayotgan narsasi kurs olganingizdan keyin mana qilib bo'ladi. Kurs olganingizdan keyin palon doxodga chiqasan, kurs olgandan keyin bunaqa inson bo'lasan, kurs olgandan keyin sayohat qilasan. Yo'q. Kursda berilgan narsani o'rganib, amalda qo'llasang bo'ladi u narsa. Mana shu joyni aytdim. Tushunasizmi? O'zi rezultat formulasi bor-da. Hop. Avvalambor insonga miyasiga keladi, ya'ni bu fikr deyiladi yoki niyat deyiladi. Ya'ni хочу ruschasi ekan. Хочу, xohlash, istak. Xohlash, istak, niyat plus действие, ya'ni harakat yoki sabab teng rezultat. Hozir bizlar insonlarga shunaqa tushuncha berib qo'yganmiz, insonlardan shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. Хочу teng rezultat bo'lsa-da.
Unaqa formula yo'q. O'zi aytishganki, yaxshi niyat yarim davlat. Niyat qilsangiz 50%. O, mana uzr gapingizni oldim. Yaxshi niyat, Yarim davlat. vot, yarim Yarimi. plus sababiyat butun bo'lyapti rezultat. Tushundingizmi? Bizaniki shu niyat bilan qolib ketyapti-da. Men uni xohlayman, buni xohlayman. O'zingiz kurugingiz bor-a, bolalaringiz. Menda ham kuruk bor, mana shomga qotgan bolalarda ham kurukda yuramiz, a? Yoki tanish bilishlarimiz bor. Qarindosh urug', tog'a, amma. Kurukda shunaqa bolalar bor. Aytaylik, misol uchun yaqinda jendira olmoqchiman. Ha? Maktab bitirdinglar, hamma kimga aytadi, bitta o'rtog'ingiz bor. Men jendira olmoqchiman. Siz o'qidingiz, o'rgandingiz, harakat qildingiz, matingizni oldingiz. U hali ham yuribdi, men jendira olmoqchiman. Siz uylandingiz, matingizni sotib jendira qildingiz yoki Cobalt qildingiz, u hali ham yuribdi, jendira olmoqchiman. Yaqinda jendira olaman. Nimaga olmayapti bilasizmi? Faqat shu yaxshi niyat beribdi-da u. Sababiyatini qilmayapti. Tushundingizmi? Hozir mana juda ko'p yoshlarimiz hech narsaga erishmayapti-ku. Endi hech narsaga erishmayapti deyishim noto'g'ri bir tarafdan. Shu tez natijani xohlash bo'lib qoladi. Ha, qachuv bor-da, sababiyat yo'q. Qachuv bor, sababi yo'q yoki действияsi yo'q. Teng rezultat bo'lmayapti. U qachuv teng rezultat degan narsa yo'q hech qayerda. Endi Alloh ham aytib qo'ygandi. Rizqim har kun bandam har kun ertalab turib rizqingni terib ol, to'g'rimi? Endi men dindan ilmim yo'q, qisqacha tushunchalar shunaqa. Yoki nima deyilgan? Avvalambor niyatingga qarab, keyin harakatingga qarab beraman degan. Biz hammamizda niyat bor. Tamam, yaxshi yashash, boy bo'lish yoki nimadir qilish, lekin sababiyati yo'q-da, harakati yo'q. Shuning uchun ham Alloh bermayapti-da. Tushunyapsizmi? O'zi aytadi-yu, biz sabablar, sababiyatlar dunyosida yashaymiz. Xudo aka, oxirgi gapingiz Hurmatli ijtimoiy tarmoq ahli, bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlasangiz xursand bo'lamiz. Rahmat. Qisqa bo'ldi. Bo'ldi shu.